20-chi testga e'tibor beramiz. Konsentratsiyasi 5%, zichligi 1,06 gram dasi millilitr bo'lgan 700 millilitr va 300 millilitr 15%, zichligi 1,17 gram dasi millilitr natriy gidroksid eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning molar konsentratsiyasini hisoblang debdi. Hosil bo'lgan eritmaning molar konsentratsiyasini hisoblang. Xo'sh. 20-chisi. Bizga berilgan birinchi eritma 700 millilitr, zichligi 1,06 ekan. Demak, 1,06 grami 1 millilitr degani, bizga esa 700 millilitr berilgan. Hisoblanglar. Necha? 760. Iltimos, faqat tez. To'g'ri aytinglar, tez ayting. 742 gram. 742 gram 100%. Bu necha foizli degan buni? 5% degan. 5% qancha? 37,1 gram natriy gidroksid edimi bu? Shuncha ekan natriy gidroksid. Endi keyingi eritmaga o'tamiz. 300 millilitr. Zichligi 1,17. 1,17 grami 1 millilitr. 300 millilitri qancha? 351 gram. 351 grami 100%. Buni necha foizli degan? 15% degan. 15% qancha? 52,65 gram natriy gidroksid. Keyin jami massa natriy gidroksid. Jami natriy gidroksid massasini topamiz. Birinchi eritma tarkibida 37,1 gram, ikkinchi eritma tarkibida 52,65 gram. 89,75 gram. Keyin shuni molga aylantiraylik. Ya'ni natriy gidroksid moli kerak bizga. Massasini, ya'ni 89,75 ni bo'lamiz mr ga, ya'ni 40 ga. Qancha bo'ladi? 2,24 mol. Endi jami eritmaning hajmi kerak. Birinchi eritma necha millilitr edi? 700 millilitr edi. Ikkinchi eritma necha millilitr edi? 300 millilitr. Jami 1000 millilitr. 1000 millilitrida 2,24 mol bo'lsa, demak bu 2,24 molarli-da, ya'ni D javob to'g'ri. D javobda 2,2 turibdimi? Agar 2,24 chiqsa, demak D javobda 2,2 bor, o'sha javobni olamiz. Yoki yaxlitlamasdan qayerdadir ishlasak, aniq chiqar. Xullas shu, javob D. Biz ham tekshirguncha D dedikmi? Demak, to'g'ri aytibmiz. Endi nechini so'raganlaring yana? 22 mida? 22 ga e'tibor beramiz. Keyin yozib olasizlar. Necha millilitr 1,98 molarli sirka kislota eritmasiga 10 millilitr 40,2% shu modda eritmasidan qo'shilganda 27,2% kislota eritmasi hosil bo'ladi. Diagonal usulida ishlash kerak ekan. Buning uchun bizga berilgan birinchi eritmani molar konsentratsiyada berilgan 1,98 molarli. Shuni foiz konsentratsiyaga aylantirishimiz kerak. 22. Demak, foiz konsentratsiya teng molar ko'paytiruv mr taqsim zichlik ko'paytiruv 10 1,98 molarli. Molekulyar massa sirka kislota qanday yoziladi? SH3SO hammashadan yozasiz. SH3SOOH. Mana buni mr olmishda. Mana olmish. Taqsim zichligi 1,05 ko'paytiruv 10 teng. Ko'paytirib bo'lib topinglar. 11,7% ekan. Demak, bizga berilgan 1,98 molarli deganini foizga aylantirdik, 11,7% bo'ldi. Endi eritmasiga 10 millilitr 40,2% shu eritmasidan qo'shilibdi. Endi qarang, 10 millilitr degani ikkinchi eritma 10 millilitr va ikkinchi eritmaning zichligi 1,05, to'g'rimi? 1,050 degani 1,05. Mana videosi xira bo'lmadi sezuvchaniga. Ha? Xullas, ikkinchi eritmani massasini topishimiz kerak. Ikkinchi eritmani massasini topish kerak. Zichligi 1,05. 1,05 grami 1 millilitr, bizga esa 10 millilitr bergan. 10,5 gram eritma. Biz necha foizli tayyorlashimiz kerak?
27,2% tayyorla deyapti, to'g'rimi? Bizga berilgan birinchisi 1,98 molyarli edi. Buni foizga aylantirdik 11,7%. Va yana bitta berilgani 40,2. 40,2%. Ana shu endi qarang. Bundan buni ayirib bu yoqqa yozamiz. 40,2 ayirib 27,2. 13. To'g'ri aytyapsizlar. 27,2 ayirib 11,7. 15,5 mi? Ayringlar-da bir. 15,5 chiqayaptimi? Shundaymi? Keyin 40,2% li eritmani massasini topdik mana. 40,2% li eritmani to'g'risidan 10,5 gram. Savolni boshini qarang-da, boshini. Necha millilitr 1,98 molyarli? Ya'ni mana buni so'rayapti. Xo'sh, necha millilitr deyapti? 8,8 ko'paytirib bo'lib son aytyapsizlar menga? Variantga qarab son aytmanglar. 8,8 gram. Bizdan masala shartida necha millilitr degan, necha gram demagan, necha millilitr hajmini topishimiz kerak. Zichligi 1,015. 1,015 grami 1 millilitr bo'lsa, 8,8 grami qancha? Ko'paytirib bo'linglar. 8,66 bo'lyaptimi? Unaqa javob yo'q, ha? Bo'ldi. Endi videodan uzr so'raymiz, kechirim so'raymiz-da. Qayerda aldadilaring? Mana qayerda aldadilaring meni? Xo'sh, 1,98 ko'paytiruv 60. Nima ishlamayapti bu? 1,98 ko'paytiruv 60 bo'luv 10,15 teng 11,7. Bu to'g'ri ekan. Xo'sh, qayerda oldigan bo'lsak bular meni? 13 ko'paytiruv 10,5 bo'luv 15,5 8,8 bo'luv 1,015 8,67 chiqyapti, ha? 8,67. Yana ko'ringlarda qayerdadir hisob kitobida xatolik yo'qmi? Xo'sh, qaranglar, hammasini boshqatdan yana bir marta hisob kitob qilib chiqdik. 8 butun necha chiqdi? 67. 8,67 millilitr. Javobimizda 8 lik ikkita variant bormidi? Necha? 8,38, 8,42 bo'ldi. Bu javob yo'q, mana 8,67 bo'ladi. Fajoq qilib qo'yinglar buni. Alaykum assalom. Kiring. Doskadagini test yozib o'yinglar, keyingisiga o'tamiz. 35-testga e'tibor beramiz. Demak, 2,795 molyarli kaliy gidroksid eritmasining molyal konsentratsiyasini toping debdi. Zichligi 1,118 gram taqsim millilitr. Biz eritmani 1000 millilitr deb o'ylaylik. Demak, bizda 1000 millilitr eritma bor. 1000 millilitr eritma. Shu necha molyarli dedi? 2,795 mol kaliy gidroksid. Keyin shuni gramga aylantiramiz. 2,795 ni ko'paytiramiz buni emeriga. 56 ga. 156,52 gram kaliy gidroksid. Keyin eritmaning zichligi necha? 1,118 grami 1 millilitr. Bizda esa 1000 millilitr eritma bor. 1000 millilitr. Bu 1118 gram bo'ladi eritma. Endi qarang, mana shu 1118 gram eritmadan ayiramiz kaliy gidroksid massasini 156,52 ni. 961,48 gram nima bu? Suv bo'ladi. Mana eritmadan kaliy gidroksid ayirib o'rdik. Suv bo'ldi. Keyin buni moli bor ha bizda. Bu necha mol bu? Mana 2,795 mol bu. Molyal konsentratsiyani qoidasi qanday edi? Qoidasi 1000 gram erituvchida ergan moddaning moli. Bizda erituvchi 961,48 gram, suvda 2,795 mol modda erigan. 1000
gram suvda 1000 gram suvda 2,9 mol modda eriydi. 2,9 molyalli ekan. D javob to'g'ri ekan. Xo'sh. Uy ishidan yana muammolar bormi? Uy ishidan muammolar yo'qmi? Bil, yozinglar buni.